Söyümlük savoqdaşlar, yaxshimizlar? Bugun men Hozirning kuchi nomli kitobning qisqartirilgan umumiy mazmunini sizlar bilan o'rtoqlashib chiqmoqchiman. Diqqatinglar kitob mazmunida bo'lsin. Nurg'unlarimiz o'tmishdan pushaymon yap yoki o'z kontrolligimizda bo'lmagan kelgusidan andish qilib vaqtni o'tkazitimiz. Yana shundoq turug'liq ana shu behuda pushaymon qilib yoki andishida o'tib ketayotgan vaqtning o'zida hayotimiz texmi yaxshilanib qolarmikin, xushallik bizga yar bo'lsa bo'ladi, rohatlik yashasak nima degan yaxshi degan xiyollarni suramiz. Garchi qanday qilsak hayotimiz yaxshilanadi, xushallik bizga yar bo'ladi, rohatlik yashash bizga nasib bo'ladi deganlarga aniq ideyamiz bo'lmasimi? Hozirning kuchi degan kitobda yozuvchi Eckhart Tolle bizning ichki sarguzashti rayonlarimiz, ya'ni fikr qilish rayonlarimiz bo'lgan mingimiz bilan o'tmishimiz, hozirimiz va kelgusimiz o'rtasidagi munosabatni tushunishimiz uchun bir qancha usulni o'tirib qo'ygan. Mingimizda shakllangan nurg'unlagan azob va g'am qayg'udan qutulishning yo'li hozirning o'zida yashash degan bu qarash yozuvchining kitobida ilgari surmoqchi bo'lgan markaziy ideyasidan iborat. Yozuvchi ana shu markaziy ideyani cho'rdigan asosda to'xtamasdan mingimizga qaytib kirib keladigan g'am qayg'u va azoblarga o'zimizni mahkum qiladiganligimizdek misol orqali mingimiz bilan g'am qayg'uning munosabati va mingimizni nurg'unlagan o'zimizni nobud qiladigan ishlarga sarf qiladiganligimiz to'g'risida bir qator bizga foydali nuqtalarni yo'ritib bergan. Hozirning kuchi nomli bu kitob millionlagan kishilarning hayoti va kishilik munosabatlarini yaxshilashi, shundaqla muhimi o'zini hurmatlash tuyg'usini yuqori ko'tarishi va hayoti bilan ijil inoq o'tishiga yordam qilib kelgan. Faqat hozirning o'ziga diqqatimizni markazlashtirish, shuning bilan birga o'tmish va kelgusini nazarimizdan chiqarib o'tish orqali biz hayotimizni zo'r darajada yaxshilay olamiz. Hammamizdagidek ko'nglimiz xotirjam va turmushimiz baxtli bo'lsin deymiz. Boshqacha qilib aytganda, g'am qayg'udan xoli yashashni xohlaymiz. Shundaqdimi, g'am qayg'udan xoli yashashning qadam bosqichlarining qanday bo'lganligini bilmaymiz. Amaliyotda buning tunji qadami tasavvurimizdagidan ko'p oson bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida o'tmish yoki kelgusida yashashga mohilligimiz kuchli. Ya'ni dal hozirning o'zida o'tmishni aslab yoki shu o'tmishdagi ma'lum bir ishdan pushaymon qilib yurgan bo'lsak, orqasiga ulabla kelgusini planlab yoki shu kelgusidagi bir ishdan ansirab yuramiz. Dal ana shunda qilayotgan vaqtda bizga tayyor turgan vaqtga, ya'ni hozirning o'ziga sal qaraymiz. Hozirning o'zi muhim. Chunki o'tmish yoki kelgusida hech qanday ish yuz bermaydi. Ishlar faqat ulinib keladigan hozirlardan tarkib topgan vaqt birliklarida yuz berdi. Har qanday vaqtda ma'lum bir ishni his qilsak, ana shu hissiyot hozirning o'zidagi sarguzashtimizdir. Chunki bizning tuyg'ularimiz faqat hozirning o'zidagi uchurlarni bizga bera oladi. Shunga bu nuqtadan qilib aytganda, ma'lum bir ishni o'tmishda yuz bergan degandan ko'ra, o'tmishdagi bir hozir vaqt birligida yuz bergan desak, bakrak to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan biz bundaq tushungan chaqda biz o'tmish deb atayotgan o'tmish amaliyotda allburun o'tib ketgan hozirlarning yig'indisidan iborat bo'lgan bo'ladi. Shuningdek, kelgusi deganimizmi
oldimizdagi zamonda yetib kelmoqchi bo'lgan hozirlarning yig'indisini ko'rsatdi. Yuqorida so'zlangan mazmunga qaraydigan bo'lsak, kelgusidan ansirash yoki o'tmishdan behuda g'am yeyishning hech qanday foydali taraflarining yo'qligini, hozirda yashashning bo'lsa nurg'unlagan foydasining borligini ko'rib yetalaymiz. Agar biz shunday qila olsak, ya'ni hozirda yashay olsak, cho'ng boshqa qiyinchiliklarga yo'liqmaymiz. Balki yo'liqqanda hal qila oladigan amaliy masalalarga duch kelamiz xolos. Tamomlashga uzun vaqt ketadigan va murakkab tuyuladigan yangi bir tilni o'rganishdek cho'ng bir turni misol qilib ko'rsak, agar biz o'tmishda shu tilni o'rganmaganligimizdan pushaymon yesak va o'tmishda shu tilni o'rganishda qo'ldan ketgan fursatlar to'g'risida xiyol sursak, hech ishni vujudga chiqara olmaymiz. Agar biz kichik ishdan keyin yana bir kichik ishni qilib mangsak, ya'ni shu tilni o'rganishda har kuni bir qancha yangi so'z va jumla o'rganib mangsak, biz bu nishonga yetish uchun asos selayotgan bo'lamiz. Shunga hozirda yashashga urinaylik. O'tmishga eslab olish va kelgusidan ansirashni to'xtataylik. Bu yozuvchining degan gapi. Shunda qilsak, biz vaqtning o'tishi bilan hayotimizda olam shumul ilgirlashning bo'ladiganligini ko'rib yetalaymiz. Bizning ma'lum bir tarafimiz o'zini saqlab qolish uchun azobga muhtoj. Hamda shu tarafimiz biz his qiladigan azob va g'am qayg'uning nurg'unlarini barliq keltirdi. Biz hozirning o'zida yashashga va o'tmish hamda kelgusi to'g'risida ansirmaslikka qodir bo'la olgan taqdirdimi? Yana azob oqibat, g'am qayg'u, hasratni beshimizdan o'tkazamiz. Agar azobni hozirning o'zida his qilsak, bu vaqtda jismoniy va hissiy azobni qanday bir talab qilamiz? Azob oqibat biz o'zgartirolmaydigan tashqi ishlarga qarata o'zimiz shakllantirgan ichki qarshilikdan iborat. Biz ishlar kutgunimizdek bo'lmag'achqa norozi bo'lgan turliqmi, shu ishlarni o'zimizning o'zgartirishga kuchimizning yetmaydiganligini his qilgan chig'imizda azob oqibatni his qilamiz. Bu azob oqibat bizda salbiy hissiyot bo'lib shakllanadi. Biz o'tmish va kelgusi to'g'risida ko'p o'ylaganimiz bilan faqat hozirning o'zida yashay oladigan bo'lg'achqa, biz xushal bo'la olmagan nurg'un ishlarni o'zgartirishga amalsiz qolamiz. Shuning bilan biz buningga qarata ichki qarshilikni shakllantiramiz. Bu dal biz his qilayotgan g'am qayg'u va azobli hissiyotlardan iboratdir. Biz shakllantirayotgan ana shu g'am qayg'u va azoblarni biz azob badani deb atab turaylik. Bu yer Eckhart Tolle bu kitobda buni azob badani deb olgan. Bu yerdagi azob badani o'zini saqlash uchun g'am qayg'u va azobga muhtoj bo'lgan o'zligimizning bir qismi hisoblanadi. Azob badani bizning g'am qayg'u va azob oqibatlik sarguzashtlarimizdan tarkib topqachqa, biz qachonliki g'am qayg'u va azobni beshimizdan o'tkazsak, o'zini zo'raytib oladi. Bu yerda deyilayotgan azob badani bu badanni ko'rsatmaydi, balki azoblarni shakllantirayotgan bizning miyamizdagi bir o'y fikrlar to'plamini ko'rsatadi demakchi. Bu orqali bizni texim tushkun va g'amkin qilishga urinadi. Azob badanining uzun mezgil bundaq urinishlari davomida g'am qayg'u va azobli tuyg'u bizda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismimizga aylanib ketadi. Shuning bilan biz azob badani bilan to'liq bir gavda bo'lgan kimlik hosil qilamiz. Bu vaqtga kelganda azob bizning shundaq bir muhim bo'ligimizga aylanib ketgan bo'ladi-ki, biz uningdan ayrilib qolishni xohlamaydigan holga kelib qolamiz. Chunki uningdan ayrilib qolish deganlik kimligimizdan ayrilib qolish tahdidi degandan darak beradi. Masalan, ma'lum bir ish bizni bezor qilgan yoki jil qilgan chaqda biz tabiiy achchiqlanamiz.
bu dal bizning azob badanimizning kontrollik o'rniga o'tganligini tushuntirib berdi. Bu xil ochiqlanish bizning sovuqqonlik bilan o'ylanishimiz va harakat qilishimizga to'sqinlik qilish bilan birga bizni texmi ko'p azob qilib mangdi. Gerçi nurg'un g'am qayg'u va azob oqibatni sirtqi omillar shakllantirayotganda qilgan bilan amaliyotda azoblarning ko'p qismini shaxs o'zi borliqqa keltirgan bo'ladi. Ya'ni g'am qayg'u va azoblanish kishilarning ichidan keladi. Biz xushallanishga tegishli taraf shuki, g'am qayg'u va azoblar ichimizdan kelganligi sabablik biz uningga qarata chora ko'ra olamiz. Keyingi mazmunlarda amal choralar to'g'risida texmi ichkirligan holda to'xtalamiz. Bu kitobdagi mazmunlar mening so'zlayotganim qadrli savoqdoshlar. O'zlik bizni xushal bo'lishdan to'xtatib qo'yayotgan, kallimizda shakllangan o'zimizning kim ekanligimiz to'g'risidagi harakat va o'y xiyollarimizni tuydirmasdan kontrol qilib turadigan bir qator ideyalardir. Bu o'zlik deganimiz xushal bo'lishdan to'xtatib qo'yayotgan, bizni kallimizda shakllangan o'zimizning kim ekanligimiz to'g'risidagi harakat va o'y xiyollarimizni tuydirmasdan kontrol qilib turadigan bir qator ideyalardir. Ba'zi kishilarning nima uchun o'zini o'zi vayron qilib o'tirganligiga qarata siz azaldan hayron bo'lib baqqanmi? Bu savolni yozuvchi o'tirib qo'ydi. Gerçi hech kishi tushkun bo'lishni xohlamasimi? Nima uchun nurg'un kishilar yana xushallik topolmaydi? Bu yerdagi bosh jinoyatchi dal biz tilga olgan o'zlikdan iboratdir. O'zlik ideallarini asallıqçı bayqılı bo'lmasligi sababli ko'pincha hollarda kishilar o'zlikning ularning hayotini qanchalik darajada kontrol qiladiganligini his qilib yetmaydi. Masalan, agar siz ma'lum bir kishi bilan bo'lib o'tgan talash tortishdan keyin shu ish ustida o'ylanib ko'radigan bo'lsangiz, balkim siz o'zingizning oshirayotganligini bayqishingiz mumkin. Va balkim tahi pushaymon qilishingiz mumkin. Lekin shu talash-tortish yuz berayotgan vaqtning o'zida o'y xiyolingiz va harakatingizga ma'lum bir narsaning ta'sir qilayotganligidan faqatla xabaringiz bo'lmaydi. Nima uchun o'zlik bizni ana shundoq har xil ko'ylarga soladi? O'zlik mavjudligini o'zi tava shu shaxsning g'am qayg'u va tushkunligiga tayinib o'zliksiz saqlab qoladi. Shunga u har bir fursatda bizning eng chong manfaatimizga qarshi harakat qilib xushalligimizga to'sqinlik qiladi. Bu mu yozuvchining o'tirib qo'ygan markaziy ideyalarning birisi. O'zlik bizni boshqalar bilan ziddiyatlashishga boshlaydi. Hamda bizning harakatimiz va o'y fikrimizga bo'lgan kontrollikni davom qilish uchun hozirgi ahvolimizdan bizni rohatsiz qiladi. Masalan, ana shundaq rohatsiz qiladigan o'zligiga ikki yoki uningdan ortiq kishilar bir kichik ish ustida talash-tortish qilsa, dramaning boshlang'ini shu. Ya'ni drama deganimiz bu yerda jidal demakchi. Gerçi kishilar normalda tinch va xotirjam holda yashashni xohlasimi, ulardagi o'zlik ularning kichik ishlardanmi bezor bo'lishini keltirib chiqardi va ularning chekdan oshirib o'tishiga sababchi bo'ladi. Agar siz kelar qitim kichik bir ish ustida boshqalar bilan talash-tortish qilayotganligingizni bayqasangiz, esingizda bo'lsinki, bu dal o'zligingiz orqali yuz berayotgan talash-tortishdir. O'zlik xafa, jidal va g'am qayg'u elib keladigan bir buzg'unchi qismimiz ekanligiga qaramay, bizning eng muhim bo'lagimiz bo'lishni xohlaydi hamda cheklimiga tushib qilishni xohlamaydi. Shunga biz uningga kontrollikni berib qo'ysak, u bizni nurg'un xafchilik va azobga duchor qiladi. Agar biz texim xotirjam va g'am andishidan xoli hayot kechirishni orzu qilsak, undaqda biz mengimizdan o'y fikrlarimizga diqqat qilishdan, mengimizdagi o'y fikrlarimizga diqqat qilishdan badanimizga diqqat qilishga o'tsak bo'ladi.
ya'ni miyamizdagi o'y fikrlarimizga diqqat qilishdan badanimizga diqqatimizni markazlashtirishga o'tishimiz kerak. Miyamizdagi o'y fikrga emas, balki badanimizga, ya'ni jismoniy badanimizga texmi yaqindan diqqat qilish intayin muhim. Bunda qilishimizdagi asosli sabab bo'lsa, dal o'zlikning kontrol qilishidan xoli bo'lish uchundir. Ya'ni qutulish uchundir. Tarixda o'tgan nurg'un ulug' kishilar miyamizdagi o'y fikrga qaraganda badanga diqqatni markazlashtirishning muhimligini o'tirib qo'ygan. Ularning bundaq o'rtaq fikrda bo'lishining sababi bundaq. Ya'ni menga o'y fikrga mas'ul va dal bu o'y fikrlar ko'pincha o'tmishdagi aslimalarni qaytadan elib chiqish yoki kelgusini planlash orqali hozirimizni pushaymonlik aslimalar va tashvishga to'lgan kelgusi qiyoslarga bog'lab qo'ydi. Shunda qilish orqali bizni hozirdan huzurlanishdan mahrum qo'ydi. Buning natijasi qanday bo'ladi deganda, biz o'tmish va kelgusini o'zgartirolmaganlik sababidan ana shu o'zgartishga qodir bo'la olmaydigan ishlar ustida to'xtamasdan ansiraymiz. Dal buning o'zi bizni g'am, qayg'u va azob dengiziga g'arq qiladi. Bu ko'z qarashni texmi aniq o'tirib qo'yganda, biz miyamizning behuda bizni kontrol qilib oladigan kuchini ojizlashtiradigan usullarni tep chiqishimiz kerak deganlikdir. Buni qanday amalga oshiramiz degan savolga mundaq javob beramiz. Ya'ni avtor mundaq javob berdi demakchi. Diqqatimizni miyamizdagi o'tmish va kelgusi to'g'risidagi oxiri chiqmas xiyollardan jismoniy badanimiz to'g'risidagi o'y fikrlarga almashtira olamiz. Badanimiz hozirda o'ziga nimaning eng yaxshi ekanligini biladi. Badanimizga diqqatni berish orqali hayotimizda nimaning muhim ekanligi to'g'risida nihoyat aniq bir tuyg'uga erisha olamiz. Biz yuqorida tilga ilib o'tganimizdek, tarixda o'tgan nurg'un ulug' shaxslar badanning muhimligini ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, tarixda hech kishi badani bilan kori bo'lmay, mingsilik o'y fikrga tayinib, hayotda haqiqiy xushallik va yenilik topa olgan emas. Buni yozuvchi o'tirib qo'ygan. To'g'ri, xato deb baho bermay va hukm chiqarmay turib, miyamizda yuz berayotgan o'y fikrni kuzatish va tekshirish miyamizdagi o'tmish va kelgusi to'g'risidagi o'y xiyollardan ayrilishning eng yaxshi usuli. Shundaqla g'am, qayg'udan ozod bo'lishning usuli. Bizga g'am, qayg'u va azob elib kelayotgan hamda hozirning o'zida yashashimizga to'sqinlik qilayotgan omilning miyamizdagi ana shu hozir bilan munosabatsiz o'y fikrlar ekanligini tunib yetgandan keyin biz bu xil o'y xiyollardan o'zimizni ayirib tashlashimiz kerak. Ana shundoq bizni g'am, qayg'u va azobga duchor qiladigan miyamizdagi o'y fikrlardan o'zimizni ilib chiqish uchun biz bu xil o'y fikrlarning kuchiga qarata to'liq sezgur bo'lishimiz kerak. Unda qilmaydi ekanmiz, biz miyamizdagi bu xil o'y fikrlarning harakatimizga va natijada xushal yashashimizga ta'sir ko'rsatayotgan nurg'un inchik taraflarini tushunishdan mahrum qolamiz. Masalan, agar biz miyamizning o'y fikrlarini kuzatishni xohlasak, o'zimizdan mundaq savolni so'rab ko'rsak bo'ladi. Mening buningdan keyingi o'y fikrim nima to'g'risida bo'la? Yoki nima to'g'risida bo'ladigandu? Agar biz mushu savolga butun diqqatimizni markazlashtirsak, keyingi keladigan ochiq, ya'ni aniq o'y fikrimizga xeli bir vaqtning ketadiganligini tonib yetamiz. Bundaq tonib yetish orqali biz o'y fikr iqtidorimizda bir bo'shliq paydo qilishga qodir bo'la oldik degan gap. Agar biz mushundaq diqqatni markazlashtirishni
doim qilishga qodir bo'lsak, normalda mengimizdagi o'y fikrlar iqiniga qanchalik darajada oson va ko'p g'arq bo'lib ketadiganligimizni hamda bu xil o'y xiyollarga daxl qilish va uningdan qutulishning yo'llarini topalaymiz. İkinci xil usul bo'lsa, baho bermay va hukm chiqarmay turib, mengimizdagi o'y fikrlarni kuzatish. Baho berishning o'zila mengimiz o'rindaydigan bir xil o'y fikr qilish jarayoni, ya'ni harakati. Shunga ma'lum bir o'y fikrimizga baho berdik deganlik. Ya'ni shu o'xshash xildagi o'y fikrga o'zimizni g'arq qildik deganlik. Masalan, agar bir ish tugay deb qolganda, sizning shunda sirtqa chiqib yugargingiz kelib ketdi deyli. Demak, siz shu vaqtda badaninizning ana shu jiddiy chaqiriqiga ovoz qo'shib yugurib kiring. Badaningiz o'ziga nimaning yaxshi ekanligini biladi. Shunga undaq vaqtda sirtqa chiqib yuguring. Yugargan chaqdiki mengingizdagi sizdan og'rinayotgan mundaq bir o'y xiyolga diqqat qiling. Hozirning o'zida ishlashim kerak edi. Yugurmasligim va vaqt isrof qilmasligim kerak edi. Lekin mengizda shakllangan shu o'y fikrlarga yaxshi yoki nachar deb baho bermang va shu o'y fikrdagi ko'rsatmaga agishiman debmi yurmang. Faqat bu xil o'y fikrga kulimsirab qo'ying va mavjudligini qabul qiling. Shunday qilish orqali mengingizdagi o'y fikr qayerga boshlasa, shu yerga ketib qolmay, o'y fikrlaringizni kuzatishga qodir bo'la olasiz. Doim hushyor holatda turishga urining, deydi Aptor. Mengimizdagi o'y fikrimizdan o'zimizni ayirib chiqishga usti bo'lgan chig'imizda biz yana bir ishni qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni u bo'lsa-mu aktiv saqlash. Aktiv saqlash deganimiz biz har vaqt ma'lum bir jiddiy ish yuz berib qilishi mumkinligini kallimizda his qilib turish deganlikdir. Bunda holatda turganda barliq diqqatimiz hozirning o'ziga markazlashgan bo'ladi. Biz aktiv saqlash holatiga kirgan chig'imizda o'yg'oq turib tush ko'radigan, planlaydigan yoki aslaydigan deganga o'xshash doim bizning hozirdan diqqatimizni qochiradigan ishlarga vaqtimiz chiqmay qoladi. Demak, masalan, biz imtihon berayotgan chaqda uning natijasidan ansirab yurmaymiz. Balki unda qilishning o'rniga o'zimizni hozirning o'zida tutib turamiz va ko'z oldimizdagi qilishga tegishli ishlarga diqqatimizni beramiz. İmtihonga oz qolganda va imtihon jarayonida aktiv saqlash holatiga kira olishimiz bizning imtihondan yaxshi o'tishga kapolatlik qilishimizga asos bo'la oladi. Biz bu holatdagi chaqda badanimiz yuz beradigan har qanday ishga tayyor turish kerak bo'lg'achqa biz badanimizga alohida diqqat qilamiz. Biz ilgirki mazmunlarda ta'kidlab o'tganimizdek, badanga bo'lgan diqqat hozirning o'zida yashashimizga nisbatan muhim yoki foydali. Buning amaliy turmushdagi misoli, masalan, ko'zlar yumilgan holatda hujumni saqlab turishga buyurilgan mushlishish mahirlari ustozining yoshirin yiqilishib kelib hujum qilishiga butun diqqatini berdi. Bu yerda deyilayotgan gap, ko'zini yumib boshqalarningki hujum qilishini saqlab turayotgan odam shu qarshi tarafningki o'ziga kelib har qanday vaqtda hujum qilishiga butkul diqqatini berdi, ya'ni diqqat qiladi. Bu yerdagi hujumni saqlashning o'zi bu mahirlarning butun diqqatini badaniga markazlashtirishga ilib keldi. Ya'ni badaniga bir narsa tegib qilish yoki yiqilish
hiddan iborat ashundaq tuyg'ularni shu badaniga markazlashtirib his qiladi demakchi. Shundaq bo'lg'achqa ular hujum qilishga urinayotgan ustozini sizib oladi va uning hujumidan o'zini bir yoqqa tartib oladi. Bundaq saqlash holatini biz uyga qaytish uchun o'tkazib o'tishga bo'lmaydigan eng oxirgi avtobusga o'xshatsak tamoman bo'ladi. Ya'ni bugun kechda ishdan tushib eng oxirgi avtobus ketib qolsa, biz avtobusga chiqolmaymiz deb o'ylasak bo'ladi. Kishilar bunday vaqtda keladigan avtobusning qachon keladiganligini bilmagachga doimlik hushyorlik holat turdi. Shundoq bo'lg'achqa kelgisi uchun ulug' planlarni tuzib ketmaydi va keladigan avtobus o'tib ketib qolmasin deb to'xtovsiz holda o'zining atrofiga diqqat qiladi va muhitni bilib chiqadi ham tonishib chiqadi. Hozirda yashash hamrohingiz uchun qiyin bo'lishi mumkin, jo'ringiz uchun. Lekin shundaqdimi hozirda yashashni davomlashtirish munosabatingizni yaxshilashga foydali. Bu avtorning o'tirib qo'ygan nuqtai nazari. Bu kitobda o'tirib qo'yilgan takliflarga ergishib mangsangiz, hozirning o'zida yashashga qodir bo'la olasiz. Shuning bilan mengingizdagi o'y fikr sizni qayerga boshlasa, shu yerga ketib qolmasdan, balki hozirning o'zida yashashga ko'nishga urinsiz. Ammo bu tirishchiliginiz tashqi omillarning to'sqinligiga uchramaydi, degil bo'lmaydi. Odatda normal bir shaxsning hozirning o'zida yashashga urinayotgan kishi bilan hayotini birga o'tkazishi nihoyatda qiyin bir ish. Hozirda yashamaydigan odamdagi o'zlik masalalarni tug'dirdi. Hozirda yashaydigan odamning o'zini besib olgan va xotirjam turishi aksicha uningga tahdidlik tuyuladi. Shuning bilan hozirda yashamaydigan u kishi texmi ichkirilab masalalarni chiqarishga urinadi, masalan qarshi tarafni haqoratlash, xotirjamlikni buzish degandek xotirjamlikni buzish uchun kichik ishlar ustida talash tortish qilish yoki o'tmishdagi ishlarni tagash orqali ziddiyat paydo qilish deganga o'xshash. Agar yuqorida tilga olingan masalalarni hozirda yashash orqali to'g'ri bir taraf qila olsangiz, bu sizning kishilik munosabatingizni olamshumul yaxshilay oladi. Siz amroyingizni baholashni, tanqid qilishni yoki o'zgartiraman deyishni to'xtatishga qodir bo'lsangiz, uni bir mustaqil shaxs sifatida tanib yetasiz. Texnik fikrlab tushundirganda, siz hozirning o'zida yashash orqali erishgan his-tuyg'u va tushunchalaringizni oxir chiqmaydigan talash tortishlarni uzib tashlashga ishlata olasiz. Hozirda yashash orqali erishgan xotirjamligingiz hamrohingizga, ya'ni jo'ringizga baho bermay turib, uning so'zini anglaydigan iqtidorga sizni shunday iqtidorga ega qiladi. Hozirning o'zida yashashga urinishingiz jo'ringiz uchun qiyin bo'lishi mumkin. Bunday qilishingiz hatto munosabatinglarni sinaydigan bir sinov bo'lib qilishi turg'anli gap. Lekin uzun mezgilni o'ylaganda, hozirda yashash har ikkilanglar uchun ijobiy o'zgarishga qadam bosishning tunji qadami bo'la oladi. Barliq azob qutulg'ili bo'ladigan azob emas. Albatta. Hozirgi diqqatingizni markazlashtiring deganlik hargizmi qayg'uliq yoki azobli his-tuyg'ularni bir yerga qayirib qo'ying deganlik emas. Garchi siz hozirning o'ziga diqqatingizni markazlashtirib yashayotgan bo'lsangiz-mu, ba'zi qayg'uliq va azobli his-tuyg'ulardan o'zingizni xoli qila olmaysiz. Bu turg'anli gap. Undaqda biz ana shundaq hissiyotlarni qandaq bir taraf qilamiz? Bu xil his-tuyg'ularni ichimizda besib va yoki hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi degan qiyofatga kirilish bilan bir taraf qilamdiq. Bunday qilish albatta aqlonlik emas. Nurg'un azobli his-tuyg'ularni shaxsning o'zi borliq keltiradiganligi bu bir haqiqat. Lekin bundaq ekanligi barliq azobli his-tuyg'ularni o'zimiz ichimizda yaratib olamiz deganlik emas. Saqlanғылы bo'lmaydigan azobli his-tuyg'ularning tipik bir misoli bo'lsa, yanada o'zining buzg'unchi mingisining kontrollik ostida yashaydigan bir shaxsning sizga azobli his-tuyg'ularni tengib qo'yishi. Ya'ni shu shaxsning so'z harakati orqali sizni salbiy his-tuyg'u ichiga ilib kirishi. Yana bir tipik misoli bo'lsa, siz so'ygan yaqinlaringizning olamdan o'tishi.
Atrofimizdagi hamma kishilarni yengillikka boshlay olmaganimizdek, albatta o'limni ham to'xtata olmaymiz. Mana bu xil cho'nqur azobdan aniqla saqlanolmaymiz albatta. Undaqda nima ishlarni qilsak bo'ladi? Ya'ni qanday ishlarni qilsak bo'ladi? Bizga haqiqiy azob olib kelgan ma'lum bir qayg'uli ishni beshimizdan o'tkazgan chig'imizda u ish qanday bo'lsa, shunday qabul qilish. Ya'ni shunday qabul qilsak bo'ladi. Masalan, agar bir yaqin odamimiz u olamga safar qilgan bo'lsa, albatta qattiq qayg'uga cho'mimiz va hozir tutamiz. Ana shunday vaqtda biz buning bir o'zgartili bo'lmaydigan bir haqiqat ekanligini qabul qilamiz, o'zimizni behojat azoblash va ayblashdan saqlab qola olamiz. Qayg'uliq bo'lish bir tabiiy hissiyot. Bu xil hissiyotdan biz o'zimizni ayblik yoki nomus his qilishimizning hojati yo'q. Ishlar yuz bergani bo'yicha yuz berdi. Biz bundaq ekanligini qabul qilsak, ishlar farqli bo'lgan bo'lsa yoki boshqacha bo'lgan bo'lsa, qandaq bo'ladi deb vaqt sarf qilib yurmaymiz. Hozirning o'zida bo'lish orqali biz o'zimizni nurg'unlagan azob-oqibatlardan saqlab qola olamiz. Lekin hammasidan emas. Texmi konkret qilib aytganda, hozirning o'zida yashash hargizmi azobni bir yoqqa qayirib qo'yish yoki azobni besib qo'yish deganlik emas. Balki hozirda yashash hayotdagi ana shu qiyin va azobli ishlarni qabul qilishga ichki kuch ato qilish deganlikdir. Hozirning o'zida yashash pasib hayot kechirish deganlik emas. Ruhiy xotirjamlikka ega bo'lish yaxshi ish albatta. Lekin hayotingizdagi tashqi omillar yaxshi bo'lmasa, ichki xotirjamligingiz buziladiganligi muqarrardir. Hozirni qabul qilish va hozirning o'zida yashash deganlik bizni bearam qilayotgan ishlar bilan karimiz yo'q, ya'ni sizni bearam qilayotgan ishlar bilan karingiz yo'q yoki o'zgartmay pasib hayot kechiring deganlikmi? Albatta, undaq emas. Hozirning o'zida yashash deganlik hissiyot va tonishdagi bir xil ishki jarayondir. U bizning tashqi ahvollarga qarata passivlik taraqqiy qildirishimizdan derak bermaydi. Masalan, agar biz laylatqiliq cho'nqur patqoqqa petib qolgan bo'lsak, o'zimizga burundan bir layga petib qolgan baydi deyishimizning hojati yo'q. Unda qilishning o'rniga urinib ko'rsak bo'ladi. Qattiq qo'rqib ketmay, shu patqoqdan o'zimizni qutuldirib elib chiqsak, tamamen bo'ladi. Hozirning o'zida yashash bizni yangi manbalar bilan va masalalarni hal qilishning yangi usullari bilan ta'min etadi. Muqarrarki, hozirning o'zida yashash bizga iroda va kuch-qudratning yangi shakllarini ato qiladi. Chunki bu vaqtda biz mengimizni masala paydo qiladiganga isrof qilmaymiz. Amaliyotda hozirning o'zida yashash orqali biz amaliy masalaga duch kelmaymiz. Faqat bir-birlab hal qila oladigan ayrim hal qilg'ili bo'ladigan ahvolga duch kelamiz. Bu bizning texnik unumli bo'lishimizga yo'l ochib beradi. Hozirning o'zida yashash va hozirni qabul qilish bizning passiv hayotga o'zimizni atag'anligimizdan derak bermaydi. Yoki hayotimizni texnik yaxshilash uchun terishishga urinmasligimizdan derak bermaydi. Balki hozirgi diqqatimizni markazlashtirish va o'tmish bilan kelgusini o'z joylarida qo'yib qo'yish orqali har qanday bir chaqda biz zodi nima ishning amaliyotda xato bo'layotganligini aniq ko'rib yetishga qodir bo'lamiz. Va ana shu ishlarni yaxshilaydiganga kuchimiz barliqqa keladi. Sevimli savoqdoshlar, hozirning kuchi nomli kitobning qisqartirilgan umum mazmunini sizlar bilan o'rtoqlashib chiqdim.